Boshlang. Mana bugun uzoq kutilgan, orzu qilingan, ancha vaqt rejalashtirib boshlagan ishimiz, xayrli ishimiz, jondan aziz farzandimiz, o'g'limiz Avazbekning nikoh to'yi. Farzandlarimizga baxt tilayman birinchi o'chiritda. Sihat salomatlik, kelinimiz Shahnozaxon bilan qo'sha qarishsin, uvali juvali bo'lsin, o'g'il qizlari ko'p bo'lsin. Bizni ushalmagan orzularimizni ushaltirsin, o'zlarini yaxshi niyatlariga, orzu maqsadlariga yetishsin. Yana nima deyman? Eng yaxshi tilaklarimiz shu farzandlarimizga. Ayting. Bir daraxt o'sish uchun bir insonni umri kamlik qilishi mumkin. Farzand o'stiryapmiz farzandlar. Shular ichida farzandlarimiz kattasi Avazbek. Unga baxt tilaymiz. Ilohim pir badavlat bo'lsin. Ushalmagan orzularni ushaltirsin. Kelinimiz Shahnozaxon bilan ikkalasi qo'sha qarib, baxtli, saodatli bo'lib, biz ushalmagan orzuga, biz yetolmagan orzuga o'zlari yetishsin. Ilohim oilaviy, biz oilamiz, farzandlarim, o'g'illarim, qizlarim, nevaralarim hammamiz birgalikda haj, umra sayohatiga, ziyoratiga qayta borish nasib qilsin. Orzu havaslarni ko'rsin, martabalari bundan-da ulug' bo'lsin. Farzandim Avazbek, hammasini yaxshi ko'raman. Farzandim Avazbek, yolg'iz o'g'il, yolg'izligini his qilma. Seni yaxshi ko'ramiz. Seni uchun jonini beramiz. Durdona, muxlisa, sizlar bizning farzandimizlar. Hammalarini yaxshi ko'ramiz. Qanday? Bundan buyog'iga faqat quvonch ko'z yoshlari bilan ishlab yuraylik. Baxtli bo'linglar. Turmush qurganlaringizga necha yil bo'ldi? O'zlaringiz. 25 yildan beri mana Xudoga shukr yaxshimiz. Yomon emas. Xudoga shukr zo'rmiz. Eng oldi oiladanmiz. 25 yil bo'libdi. Eng oldi, eng zo'r. Men faxrlanib aytaman. Onasiga rahmat. Ikkalamiz birga 25 yil yashadik. Xudo xolasa 50 yil ham yashaymiz, 100 yil ham yashaymiz. Shunday qanday g'am g'ussasiz, tashvishsiz endi hayot kechiramiz Xudo xolasa. Mukammal inson bo'lishga harakat qildik. Xudo xolasa bu ham mukammal bo'ladi. Yaxshimi, yomonmi, baribir taqdir. Jannatmi, do'zaxmi, haqdir. Salomat bo'linglar. Kinoya Rahmatli akamga tilaklaringiz bo'lsa, dadasiga. Eng avvalo shu darajagacha yetishimizga ota-onalarimiz sog' bo'lsin. Qaynonam, qaynotam, o'zim ota-onam hammalariga uzoq umr tilayman. Yonimizda turganlari uchun hammasiga rahmat. Rahmatli dadajonimizda ruhlari shod bo'lsin. Bosh nevara bo'lgani uchun Avazbek juda ham boshqacha ko'rardi. Arvoh hozir deydi 2-3 kun bo'ldi tushimga kirdi, juda ham xursand. O'zlarini ko'rish nasib qilmagan ekan Avazbek to'yini. Qolganlarga umr tilaymiz. Onalarimiz, dadalarimiz. Hamma qolgan farzandlarimizni ham to'ylariga bosh bo'lsin. Shu darajagacha yetkazgani uchun ularga mendan rahmat aytaman. Shuncha yil 25 yil bo'libdi birga yashayotganimizga, bir-birimizga sabr qilib yashadik desak ham bo'ladi. Yaxshi yomon kunimizda birga bo'lganimizga ularga ham rahmat deyman. Bir daraxt eksa mevasi bo'ladi. Mana mevasini hozir uzyapmiz Xudo xolasa. Mevani o'zi hammaga nasib qilsin. Hamma shunday quvonch ko'z yoshlari bilan mevalarni uzib, shirin, yaxshi bayramdek kutib olib yurishsin hammamiz. Dadamni pokruhlar qo'llasin. Endi hozir hayajondaman. To'y arafasidamiz. Kelinga
kelinlikka kuzatishamiz. Hayajon, ichimdagi barcha niyatlarni o'zim bilaman. Xudoning oldida aytamiz. Har doim duodamiz namozlarda o'zlariga ham, har doim orqasida ham, oldida ham duo qilamiz. Ota-onaga nima kerak? Shu farzandlarning tinchligi, sog'ligi kerakda. Qo'sha qarisin. Yolg'iz o'g'lim o'zidan ko'paysin. O'g'illari, qizlari ko'p bo'lsin. Serfarzand, serdavlat bo'lsin. Hamma yaxshi tilaklarimiz shularga. Avazbek o'g'lim, kelinimiz ham ayga o'xshab tadbirkor, biznesmen, ishbilarmon, hurmat qiladigan inson bo'lsin. Ay bilan faxrlanaman bolam. Baraka topinglar. Rahmat. Chiroyli so'zlar. Ko'z tegmasin oilangizga. Baxtli bo'linglar hammalaringiz. Rahmat.